zakaz yoqmasa ana shu ishni qilsa ham bo'ladi. Net internet deydi. Probka vaqti uzoqroqdan zakaz bersa 10 minut zakazga borgancha yaqinroqdan zakazni olgan yaxshiroq. Adashmasam aktivimiz 70 edi yoki 72 edimi o'zi ko'ramiz. Ketgan ketmaganligini aktivimiz. Yetti 8 sekundgacha internet yoqmay turish kerak. Linadan chiqdi bu avtomatikchiga. 72. Istoriya prioritet ketgani yo'q. Okeanskiy prospekt отказ qildim. Bal ketsa minus bo'ladi. Propustit qilingan zakazlar uchun. Minus bal bo'lmagan. Na liniya. Siniy zonaning ichiga voditelni o'zi bo'lishi kerak. Siniy zonadan tashqaridan zakaz bersa ham bonus tushadi. Men siniy zonaga o'tiribman. 17:00 dan boshlangan. Siniy zona. Bonusli zona deydi grafik bilan. Ertalab chas pik vaqti namozgar chas pik vaqti bo'ladi. 230 bilan Comfort Plus bo'ladi. Hozirgidan yaxshiroq. Nastroyka navigatordan iloji bo'lsa manyor marshrut ko'p novichoklar yoqib qo'yadi. Klientlarga yoqmaydi u. Uni o'chirish kerak. Navigatorga zvuk navigatorga bo'ladi mana. Приложениеga kirib mana manyor marshrut o'chirib qo'yganman. Buni o'chirib qo'yasizlar. Qolganlar turaversin. O'ngga qayting, chapga qayting deydi, направо, налево deydi. Hamma narsani aytadi u. Klientlarga yoqmaydi. O'chirib qo'yish kerak. Ben o'chirib qo'yganman. Shundan keyin kartadan qarasa ko'rinadi, necha metrdan keyin o'ngga qaytish kerak yoki necha metrdan keyin chapga qaytish kerak, hammasi ko'rinadi.